Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, sog'lommisiz? O'tgan hafta bizlar uchun anchagina barakali, samarali bo'ldi, chunki o'tgan hafta anchagina ish o'rinlari ochildik va uchrashuvlarimiz ham bo'lib o'tdi. Shanba, yakshanba bo'lishiga qaramasdan yana uchrashuvlar bo'ldi. Tverskaya oblastidagi ishlarimiz уже yopildi. Uchrashuvlar shanba, yakshanba bo'lib o'tgan. Xudo xohlasa bugundan ishga joylashishadi. Rublyovsk shaharsidagi sadovnik ishimiz ham yopilgan. Kecha yigitimiz ham u yerga borib joylashdilar. Bugun Ximkidagi ishga uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Rishenya bor. Hozir natijani kutyapmiz, azizlar. Bugun hozir ochilgan ishlarni men tashladim. Dmitriyskiy shassiga, Rumyantsevaga bu uy egalari bilan biz 3 yildan beri ishlab kelyapmiz. Yaxshi insonlar, u yerga domrabotnitsa bergan biz bilan. Oyliklari 80 ming. Dokument kerak emas deyishdi. Водительский prava shart emas deyishdi. Turayotgan joylarni sizlarga video qilib ham tashlashdi. Juda ham yaxshi sharoitlari, hamma uslovlari bor. Azizlar, bilan oyliklari 80 ming, 40 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimizni olishadi. Вот здесь он живет. Вот у него отдельный дом. Вот он заходит, здесь вот покушать можно, пообедать, позавтракать. Здесь он спит, все чистенько, очень чисто все. Все чистенько. Вот у него холодильник, микроволновка, плита своя. Все, вот все аккуратненько, все чистенько. Здесь они могут там жарить мяско летом, посидеть, есть где зона отдыха, отдохнуть. То есть все сделали по-человечески. Вот такой дом. Вот такой дом. Вот помощник. У него отдельная душевая кабина, своя стиральная машина, раковина, туалет, чтобы можно было умыться, все сделать, свои дела спокойно, постираться. Вот. Так, снегоуборочная машина на зиму для уборки снега. Трактор на лето, покос газона. И мелкая тоже машинка для мелких там территорий косить газон. Yana hozir anchagina ishlarimiz ochilgan. Ishlarimizda siz gruppaga ko'rib borasiz. Rublyovsk shahridagi ishimizni hali yopmadik. Bularning oyliklari 200 ming. Biroz uy egalari tanlashyapti. Ularning tashqi ko'rinishiga qarab, ularning gapirishiga qarab har tomonlama o'ylab ko'rishyapti. Variant juda ham ko'p taylangan, lekin hech qaysi variantni hali tanlashmayapti. Ishlarimiz ochiq, ishlarimiz anchagina bor. Mechishidagi ishimizni yopganimiz yo'q, azizlar. Bugun yana hozir zayavkalarimiz bor. U zayavkalar bilan ishlaymiz. Xudo xohlasa yana ishlarimizni ochib gruppaga tashlaymiz. Telegram gruppamizga Sayyor Sobirjon Nadim nomlangan gruppamizni kuzatib borib, o'zingizga ma'qul bo'lgan ishga WhatsAppdan menejerlarimizga yozib qo'ying. Bo'lmasa Metro Sholkovskiga bizning ofisimiz joylashgan. Ofisimizga kelib biz bilan suhbatdan o'tib ish o'rinli bo'linglar. Mana xo'jayin uyi. Mana bu yerda robotchalarni короче lyuks xonasi, komfort, gap yo'q. Огороды bor. Mana parniki bor ikkita. Sadaf kompaniyasi orqali kirganimga mana 1 yil bo'ldi. Plus minus 1 yil bo'ldi. 2024 da kirganman. Voditel bo'lib ishga kirganman. Bekor qilganda shunday огородlarni qaraymiz. Parniki bor. Gazonlar bor bitta. Gazona kasilkada o't tashlasa bo'ladi. Tez. Ana mo'ykamiz, mashinani mo'yka qiladigan joy. Mashinani toza tutish kerak, ichini, teshini, pravasi bor. Bitta o'g'il bola kerak. Men срочный uyga O'zbekistonga qaytmasam bo'lmaydi. 25-mart, 26 martgacha men ketaman. Shunga bir odam kelsa, nima gapsiz hammasini o'rgatib, aytib ketaman.
Azlar Domodedoskiy rayonida ham hozir ishimiz ochilgan, personalniy voditel bu yerga. U yerga ishlaydigan yigitimiz hozir O'zbekistonga srochniy ketishlari kerak ekan. Opa, mana pasportimni уже srogi kelib qolibdi, almashtirishim kerak. Srochniy ketmasam bo'lmaydi dedilar. Mana уже 2-yil ishlashyapti. Bu yerga doimiy kerak bo'ladi. Помощник по хозяйству. Anchagina semeyniy para ishlarimiz, sadovnik ishlarimiz va domraботница ishlarimizni ham bugun ochish niyatimiz bor. Ishlarimizni ko'rib boring va Telegram kanallariga bizani kuzatib boring. Azizlarim, sog' bo'linglar.